Dada. Da duo bering, ishga ketaman. Qanaqa ish? Hokimmanki, hozir majlisim bor, duo bering. Mollarga qaraysan, keyin ket. Endi hozir hokim odam bor, mollarga qarab turaman. Kontrakt mollar sotib to'ladimmi? Ha? Bo'ldi, mollarga qarab keyin ketasan. Anga qara, ana bu yerdagi begona o'tlarni o'rish kerak-da, bu yerni obodonlashtirish kerak. Undan tashqari daraxt ekib, ko'kalamzor qilish kerak. Tushunyapsanmi? Yoz shular. Yer o'tini o'rib, obod qilish kerak. Men o'raman menda shu yer o'tini. Men o'rayman. Yo'q. Ha, o'rindi. Ali, Ha dada. kelamonlar suvini berib ket. Dada, meni majlisim bor. Eshitmaydilar. Menga qara, tez uya borasan, mollarga suv berasan. Ha, dadam telefon qildi. Men hozir majlisim bor. Tez bo'p mollarga suv ber. Kimsan? O'g'lingiz cho'pirman. Nima kelin? Mollarga suv berish kerak ekan, uzatdilar. O'zi kelsin. Amaki, o'g'lingiz Meni tabriklang dada. Nima bo'ldi? Lavozimim oshdi. Yaxshi ishlaganim uchun deb viloyat hokim bo'ldim. Endi shaharda ishlayman. Shaharga ketaman. Sen ketsang, mollarga kim qaraydi? Mollar sotamiz dada, siz ham olib ketaman. Men hech qayerga ketmayman. Shu yerda tug'ildim, shu yerda o'ylayman. Tushundingmi? Mollarga o't.